15 dekabr Turkiyada muaciratda yaşayotgan İli Akbar Damolla Hojibosh bir guruh kishilar Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan zulmlarni dunyo xalqiga anglatish, shundaqla Xitoy fashistlarining atibashasini butun musulmon qarindoshlarga bildirish uchun Istanbuldan Anqaraga yurishga otlandi. Alloh sabringlarni xayrli qilsin. Xitoy kommunistlarining 15 dekabr saharda ishlab chiqarish qurilish Bengtuanning birlik hisob bo'limining muavin boshlig'i Asqar Qodirni intizomga va qonunga egri xiloflik qildi degan batnom bilan qo'lga olib tekshirayotganligi ma'lum. 58 yoshga kirgan Asqar Qodir ilgari 3-diviziya 53-polkda vazifa o'tagan. 2005-yili Tumshq shahrining muavin shahar boshlig'i, Qashqar viloyati siyosiy kengash xizmat komitetining muavin mudiri bo'lgan. 2017-yili dekabrdan 2018-yil fevralgacha Bengtuan millat din ishlari va Bengtuan Tayvan ishlari ishxonasining muavin bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. Xitoy kommunistlarining dunyoga ko'rsatayotgan siyosiy va iqtisodiy ta'siri kuchli munozara qo'zg'ayotgan bir paytda, uning eng chong qurilish turi bo'lgan bir balvoq bir yo'l qurilishi ustidagi munozaralar davom qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bir balvoq bir yo'l qurilishi oyga tekkan joylarda iqtisod, siyosat va muhitga selayotgan og'ir buzg'unchilik bilan kuchli qarshilikka uchrayotgan bo'lib, navbatda bu qurilish turining muvaffaqiyatidan so'z etish qiyinga to'xtagan. Uningdagi eng chong raqobat bo'lsa Xitoyning moliya sektori ekan. Chunki Amerika bilan savdo urush qilayotgan Xitoy navbatda davlat ichi iqtisodiy va ichki qarzlarni kontrol qilish uchun tirishayotgan bo'lg'achqa, Xitoyning davlat egiligidagi banklar ustidagi besim kuchayib ketgan. Xitoy banklari Afg'oniston va Suriya qatorliq vaziyati intayin muqimsiz bo'layotgan davlatlarga zo'r miqdorda qarz bergan. Xitoy yana Pokiston va Laos qatorliq allaqachon qarzga bo'g'ilib bo'lgan davlatlarga yana qalaymaqan qarz berib, bu davlatlar ustidagi yukni yanada og'irlashtiruvchi amaliyotda iqtisodiy xavf tashkil qilmoqda ekan. Shunga Amerika hukumatı hozir Xitoy bilan ish qilayotgan davlatlarni qarz diplomatsiyasidan ogoh bo'lishiga chaqirishni kuchaytgan. Al Jazeera televiziyasining xabar qilishicha, Isroil televiziyasi 2-kanalda Arab Birlashma Xalifaligining tasdiqlashi bilan Dubayda bir Yahudi ibodatxonasi silinganligini oshkorlagan. Bu ibodatxona 3 yildan buyon Arab Birlashma Xalifaligining himoyasida turmoqda. Bu ibodatxona uzun yillardan buyon Dubayda tijorat qilayotgan 150 dan ortiq Yahudining maxfiy ibodat qilgan o'rni bo'lib, yaqinqi yillarda hukumat rasmiy tasdiqlab bergan. Amaliyotda Isroil Paris qo'ltig'idagi davlatlar bilan hech qanday rasmiy diplomatik munosabat o'rnatmagan. Dekabr Amerika Avam Palatasi yig'inida 394 ovoz bilan bir qaror ma'qullab, Bermaning Raxun Kenji musulmonlarga elib berayotgan harbiy harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Bu yil avgustda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Berma harbiy taraf elib borgan irqiy yo'qotish g'arazidagi cho'ng qirg'inchilik va bosqinchilikqa tunji qitimliq irqiy yo'qotish jinoyati bilan Berma amaldorlarini ayblashga murojaat qilgan. Ammo Berma harbiy taraf qilmishidan tenib, bu harakat terrorlikqa qarshi harakatning bir turi deb chaqirgan. Amerika Davlat Kengashi odatda Berma hukumatini ko'p qitim ayblagan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilik degan kalimani qo'llanmagan. Bu navbat Bermadagi musulmonlarning vaziyatining og'irligidan bu so'z bilan ayblagan.